Barchamizga ma'lumki, respublikamiz miqyosida har yili yanvar oyining boshida umumiy o'rta ta'lim muassasalari o'quvchilarining bilimlar bellashuvi olimpiadaning 3-bosqichi, ya'ni viloyat bosqichi o'tkaziladi. Bu yil ham ushbu an'ana davom ettirilib, So'x tuman o'quvchilariga bu yo'nalishda qulay shart-sharoitlar yaratib berildi. Ya'ni so'xlik talabalar viloyatga bormasdan turib, onlayn tarzda tumanning o'zida olimpiadada ishtirok etishmoqda. Aytish lozim, bilimlar bellashuvining viloyat bosqichini So'x tumanida o'tkazilishi tuman ahli, ayniqsa so'xlik yoshlarga nisbatan berilgan ulkan imkoniyat natijasidir. Bilimlar bellashuvi tumanning 1 va 2 sonli umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'tkazilib, unda 5-11 sinf o'quvchilari qatnashmoqda. 9-11 sinf o'quvchilarining 76 nafari ushbu bosqichga yo'llanma olishgan. Bilimlar bellashuvining jarayoni maxsus video kameralar va viloyat xalq ta'lim boshqarmasi vakillari tomonidan nazoratga olingan. Bu albatta bellashuvning adolatli va shaffof tarzda o'tkazilishiga asosiy omil bo'lib xizmat qiladi. Haqiqatan ham bugun So'x tumani yoshlar, ya'ni maktab o'quvchilarining olimpiadaga yana sharoit yaratib berildi. Tumanda barcha imkoniyatlar mavjud, internet mavjud bo'lganligi sababli o'sha xonada barcha kameralar nazoratda o'quvchilar olimpiadada faol qatnashyapti. 11-sinflar o'rtasida o'tkazilgan fan olimpiadada tojik tilidan qatnashgan o'quvchilarimiz 3-maktabdan va 11-maktabdan faxrli o'rinlarni oldi. Masalan, 3-maktabning o'quvchisi viloyatda birinchi olgani biz uchun faxr bo'ladi. Albatta, viloyatda hozir viloyat bosqichi bo'lganligi sababli birinchi o'rinni olgan o'quvchilarimiz respublika bosqichiga yo'llanma oladi. Ta'kidlash lozimki, yuqori sinf o'quvchilari uchun bilimlar bellashuvi nihoyasiga yetdi va birinchi natijalar ham qo'lga kiritildi. 3-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabining 11-sinf o'quvchisi Shukrona Ahmadbekova tojik tili fanidan birinchilikni qo'lga kiritib, respublika bosqichiga yo'llanma oldi. Bilimlar bellashuvi 10-yanvargacha davom etadi.